Hamdam Sobirov necha yoshda? Mango guruhini tark etishiga nimalar sabab bo'lgan? Xonandaning Rossiyadagi muhojirlikdan shou-biznesdagi hitmekerlikgacha bo'lgan muvaffaqiyat yo'li. Kanalimizni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. YouTube platformasida qo'shiqlari eng keng tinglanadigan o'zbek shou-biznesining hitmekeri xonanda Hamdam Sobirov 6-yanvar kuni 33 yoshni qarshi oldi. Shu munosabat bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Hamdam Sobirov 1989-yilning 6-yanvar kuni Navoiy viloyatida dunyoga kelgan. U bolaligini quyidagicha xotirlaydi. Bolaligim qishloqda o'tgan, hamma bolalar singari ko'cha changitib katta bo'lganman. Oilada 3-farzandman. Bitta opam va bitta singlim bor. Ota-onam tinimsiz mehnat qilardi, ammo ro'zg'orimiz but bo'lganini eslolmayman. Chunki u paytlari ishchilarga oylab ish haqqi berilmas, oladiganlari ham oydan oyga yetmasdi. Dadam ko'pincha ishda bo'lardi. Tarbiyamiz bilan asosan onam shug'ullanardi. Onamning hech qachon urib, baqirganini eslolmayman. Ayb qilsak ham erkalab tushuntirardi. Bir kuni maktabdan qaytayotganimda yuk mashinasidan tarvuz tushirishayotgan ekan. Rosa yegim kelgan va yordamlashib yuborsam tarvuz berasizlarmi deb so'raganman. Ishlaganman, ammo juda kichkina tarvuz berishgan. Xursand bo'lib uyga ketayotganimda qo'limdan tushirib yuborganman va tarvuz yorilib ketgan. Hafsalam pir bo'lib uyga qaytganman va onamga pul bering, tarvuz olib kelaylik deganman. Onamning ham puli yo'q ekanmi, bir nechta tanga bergan. Kichkina tarvuz olib yeb o'tirsak, tog'am katta tarvuz ko'tarib kirib kelgan. Rosa xursand bo'lganmiz. Bolalik deganda ana shu voqealar ko'z oldimdan o'tadi, deydi Hamdam Sobirov. Xonanda ustozlardan ranjigani va oilaviy sharoitiga qarab o'quvchini ajratish yaxshi emasligi haqida gapirdi. Afsuski, shunday voqealar bo'lardi. Ayrim o'qituvchilar o'quvchining oilasidagi moddiy ahvoliga qarab baho qo'yardi. Menda ham shunday voqea bo'lgan. Bir ustozim ko'p kamsitardi va eng past bahoni qo'yardi. Bir gal hatto bir ham qo'ygan. Onam majlisga borganida shu haqda aytgan. Onam meni urishmagan. Aksincha, demak bolam boshqalardan ajralib turar ekan. Hatto 2 emas, bir bahoni qo'yibsiz degan, deydi xonanda. Xonanda oilasidagi moddiy qiyinchiliklar sabab Rossiyaga ishlagani ketgani haqida so'zlab berdi. Rossiyaga ishlashga ketganimda kollejning 1-kursini tamomlagandim. O'qituvchilar bilan gaplashib pulini berib 2-kursni umuman o'qimaganman. Ishlashga ketishimning asosiy sababi pul bo'lgan. Oilamiz ancha qiynalib qolgani uchun ketishga majbur bo'lganman. O'sha payt oyiga 200 AQSh dollari olishim haqida aytishgandi. Boshida pulning bir qismini berishgan, ammo keyin berishmagan. Uyga umuman pul jo'natmaganman. Arang 1 yil 2 oydan keyin O'zbekistonga qaytib kelganman. Men ham ko'pchilik qatori Rossiyada qurilishda ishlaganman. Yosh bo'lganim uchunmi qiyinchilik unchalik sezilmagan. Men binolarning sim karkaslarini to'qirdim. Ish paytida qo'shiq aytib o'tirsam, yonimdagilar xonanda bo'lasanmi? Nega bu yerlarda yuribsan? deb ko'p so'rashardi. Xonanda bo'lishni orzu qilardim, ammo oilamdagi sharoitni bilganim uchun ham u yerdan keta olmasdim, deydi Hamdam Sobirov. Xonanda O'zbekistonga qaytib o'qishga kirish uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rgani va shartnoma asosida o'qishga qabul qilinganligi haqida so'zlab berdi. Kollejning 3-kursini o'qiganman, ishlab pul topa olmadim. Endi yaxshilab tayyorlanib Toshkentga ketaman deb niyat qilganman. Shuning uchun ham ilk urinishdayoq universitetga shartnoma asosida qabul qilinganman. Bir tomondan o'qishga kirganimdan xursandman. Boshqa tomondan esa shartnoma pulini qanday to'lash haqida o'ylaganmiz. Chunki buncha pulni to'lash oilamizga og'irlik qilardi. Nasib qilgan ekan o'qidim, ammo o'shanda Toshkentda yashash bunchalar og'irligini bilmagandim. Pulim kamligi uchun kichik uyni bir nechta yigitlar bilan band qilardik. Fe'l-atvori turlicha bo'lgan insonlar bilan bir uyda yashash qanchalik qiyinligini boshidan kechirganlar yaxshi biladi. Hatto istagan payt chiroqni ham yoqolmaydigan kunlarim bo'lgan. Keyinchalik 1-2 so'm topgandan keyin o'zim uchun alohida uyni ijaraga olganman. O'ylab qarasam Toshkentda 17 yil ijarada yashagan ekanman, deydi Hamdam
Sobirov. Hamdam Sobirov kursdoshlari bilan Mango guruhini tashkil qilgani haqida gapirdi. Azizxon va Farruh bilan kursdosh bo'lganmiz. Aslida Azizxonning o'zi yakkaxon ijodni boshlamoqchi bo'lgan. Unga guruh sifatida ijod qilishni taklif qilganmiz va u akalarini prodyuserlik qilishga ko'ndirgan. Avvaliga hammasi yaxshi edi, chunki biz bir-birimizni bilamiz deb o'ylardik. Onam Mangoda chiqqanimni televizorda ko'rganlar, juda xursand bo'lganlar, lekin mening Mangoda chiqishim hayotimizga hech qanday o'zgarish olib kelmagan. Iqtisodiy jihatdan oilamiz qiyin vaziyatga tushib qolganda olib chiqib keta olmaganman. Masalan, shunday vaziyatlar bo'lganki, oilamga 100 ming so'm ham topib bera olmadim. Lekin o'sha payt Mango guruhida qo'shiq aytardim. Hamma taniydi, men bilan muxlislar rasmga tushadi. Tasavvur qiling, konsertda hamma men bilan rasmga tushyapti. Menga sen zo'rsan-da, hech kimni pisand qilmaysan deyishyapti. Lekin ishonasizmi, o'sha vaqtda cho'ntagimda bir tiyin pulim yo'q. Qornim och edi. Tezroq borib nimadir yeyman deyman, lekin bu vaziyatni hech kim tushunmaydi. Odam yulduz bo'lishi mumkin, lekin bu boy bo'ladi degani emas. Hamma yulduzlar ham boy emas. Bu narsani qanday baholashni bilmayman, deydi Hamdam Sobirov. Guruhning boshqa a'zosi Farruh Raimov Mangoning tarqalish sabablarini kibr, manmanlik, mashhurlik va oilaviy gap-so'zlar bilan izohlagan. Ammo 2025-yilning boshida ikki eski qadrdon do'st yana yarashib oldi va duetini muxlislar e'tiboriga taqdim etdi. Hamdam Sobirov Mangoni tark etganidan so'ng yangi a'zo qabul qilindi va bir muddat ijodni davom ettirishdi, ammo natijalar kutilgandek bo'lmadi. Hamdam Sobirov esa juda qisqa vaqt ichida maktabimda qo'shig'i bilan yakkaxon ijrochi sifatida tanilib ketdi. U hozir nafaqat xonanda, bastakor sifatida ham hamkasblari orasida hurmatga ega. U nafaqat yoshlarga, balki ustoz san'atkorlarga ham qo'shiq yozadi. Hamdam Sobirov 2024-yilda O'zbek konsert ijodiy uyushmasi tomonidan yilning eng yaxshi erkak xonandasi. Bundan tashqari, Yandex Music 2024da yil artisti sovrinini olgan. Mavsum hitlarida ham e'tirof etilib mukofotlar bilan taqdirlangan. Hamdam Sobirovning har bir qo'shig'i YouTube tarmog'ida eng ko'p ko'rilganligi bilan ajralib turadi. Shu bois u bilan duet kuylashni istovchi xonandalar ham yetarlicha ko'p. Masalan, uning Malohat qo'shig'i va unga ishlangan klip YouTube'da 2026-yil holatiga ko'ra 322 million martadan ortiq ko'rilgan. Bu dunyo reytingida yuqori ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Menga ishonch bildirib doim duoda bo'lgan ota-onamga, oilamga, barcha do'stlarimga va muxlislarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hali ko'p hit qo'shiqlarimiz oldinda, deya izoh qoldirdi xonanda. Hamdam Sobirov ayoli Marjona bilan sevishib oila qurgan. Hozirda ularning bir o'g'li va bir qizi bor. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman, faqat aynan qaysi yo'nalishda ekanligini oshkor etmayman. Hozirgi kunda ko'proq bolalarim bilan bandman, deydi Marjona Sobirova. Xonanda qimmat avtomobillar ishqibozi. U 2025-yilning o'zida 2 marta yoz oylarida narxi $215 ming turadigan Mercedes 63 avtomobilini xarid qildi. Kuzda esa uning mashinalar soni yana bittaga ko'paydi. Yangi BMW rusumli avtomobil xarid qildi. Xonanda farzandlari hali kichikligi va uy oilasi uchun kattalik qilayotgani bois 1,5 yil avval sotib olgan orzusidagi hashamatli hovlisini ham sotuvga qo'ygan. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.